Xo'sh, tayyor bo'ldingizmi? Agar siz olibrin menayotgan bo'lsangiz, muborak bo'lsin. Agar siz attiganda menayotgan bo'lsangiz, texmi muborak bo'lsin. Men intayin hayajonlandim. Sizmi shunday qodayman. Havo mayli sovuq bo'lsin yoki issiq bo'lsin, siz yanada hayot. Siz yanada harakatda. Qani 3 bosqichning birinchi bosqichini boshlaylik. Tut nafasni boshlaylik. Barmoq harakat bilan birdaklikka ega bo'lsin. Intayin yaxshi. Shundaq yaxshi qilyapsiz. Intayin yaxshi. Barmoqlaringizni bosh barmoqlaringizdan boshlab, qolgan har bir barmoqlaringizga birdan tekkizib chiqib, tut ritm bo'yicha nafaslaringizga birlashtiring. Intayin yaxshi. Dal mushundaq. Qaddingizni ruslang. Yaxshi. Dal mushundaq. Qaddingizni ruslab, tut nafaslaringizdan oldiga qarab meng. Nafaslaringiz harakatlaringizga, qadamlaringizga birlashsin. Tut. İçingizga tut, sirtingizga tut. Intayin yaxshi. Barmoqlaringizmi harakatlaringizga mos kelsin. Intayin yaxshi. Dal mushundaq. Intayin yaxshi. Endi siz nafaslaringizga birlashtirib, o'zingizga azroq programmalashtirish so'zlarini badiya qiling. Har kuni, har joyda eng qaltisi mendurman. Har kuni, har joyda eng qaltisi mendurman. Intayin yaxshi. Dal mushundaq. Qani, action. Har kuni, har joyda eng sog'limi mendurman. Har kuni, har joyda eng sog'limi mendurman. Har kuni, har joyda eng qaltisi mendurman. Dal mushundaq. Intayin yaxshi. Davomlashtiring. Intayin yaxshi. Dal mushundaq. Agar kerak bo'lsa, o'zingizni programmalashtirish so'zlarini boshqa so'zlarning o'rniga qo'yib almashtirib desangiz bo'ldi. Intayin yaxshi. Dal mushundaq. Har kuni, har joyda eng baxtligi mendurman. Har kuni, har joyda eng baxtligi mendurman. Har kuni, har joyda eng qaltisi mendurman. Har kuni, har joyda eng xushli mendurman. Intayin yaxshi. Dal shundaq. Intayin yaxshi. Endi normal qadamlaringizga qaytib keling. Xo'sh, siz 5 minut ilgirki kayfiyatingiz bilan hozir kayfiyatingizni solishtirib boqing. Sizda bir xil energiya paydo bo'lgandakmi? Kayfiyatingiz intayin jushqun yaxshi holat kelgandek turamdi. Mana bu nafas va harakatning kuch qudrati.